Hech kim yovuz bo'lib tug'ilmaydi. New dubbing va Anilime uchun maxsus. O'rta maktab 2-yil. Kodan gazetasi. Yaxshi ishlading. Men yetkazib berishni tugatdim. Ertalabki nashrning 500 nusxasini sen har doimgidan ko'ra yaxshi ishlading. Ha, rahmat. Mani hozir pulim kam. Ammo maktab sayohati uchun 70 ming yen kerak. 70 ming yen bu sen uchun qiyinlik qilmaydimi? Balki sen u yerga bormassan. Yo'q, men bunaqa qila olmayman. Biz va'dalashib qo'ygandik. Biz kimlar? Mani do'stlarim. Birinchi qism gumonlanuvchi Yuchi. Sen buni uddalading, Yuchi. Sen buni qila olgan bo'lsang, men ham dadamdan 70 ming yuan so'rayman. Shibe, bunaqa kamsituvchi gaplarni gapirishni bas qilgan menga yoqmaydi. Uni tinch qo'ysangizchi, savaragisan. Axir bu bilan hech narsaga erisha olmaysiz-ku. Yoki sizni boshqa niyatingiz bormi? To'g'rimi, Kokorogi? Xo'sh, unda yana Yaxshi ish qilding, Yuchi. to'g'risi men u haqda umuman o'ylamayapman. Men esa sayohatni intiqlik bilan kutyapman. Mana xursandman, Yuchi. Rahmat, do'stlarim. Ha, biza hozir ham, keyin ham abadiy do'stlar bo'lib qolamiz. Men sizlarni bunaqa deb o'ylamagandim. Menda juda noxush xabar bor. Maktab sayohati uchun biz yig'gan 2 million yenni o'g'irlanibdi. Nima? Qanaqasiga? Kechirasiz, bolalar. Men pulni shkafimga qo'ygandim kecha 5-soat tugagunicha. Eshigini qulflagandim, lekin bir necha daqiqada u yo'qolib qolibdi. Iltimos, agar o'g'ri shu yerda bo'lsa, iltimos qaytarib bering. Nega ular bizdan gumon qilishyapti? Axir bu yerda kambag'al kimligini bilamiz-ku. Oxir-oqibat buni hech kim bo'yniga olmadi va ertasi kuni Savaragi va Shibe maktabga kelmay qo'yishdi. Hey Safaragi, sen buni chindan ham olgani yo'qsan-ki, to'g'rimi? Men bunga ishongim kelmayapti. Agar rostini aytadigan bo'lsam, hali ham ular SMS-larimga javob yozishmayapti ham. Tomodachi o'yini. Kimdir bormi bu yerda? Nima? Bu nima? Xatmi? Savaragi? Yuchi, senga bir narsani aytmoqchiman. Seni bugun maktab darvozasida kechki soat 11 da kutaman. Kechikding, Yuchi. Nima? Tomodachi o'yini. Shunaqa yozilgan. Bolalar, nega hammanglar bu yerdasizlar? Nega bizdan so'rayapsan? Nima? Sizlarni menga aytadigan hech qanaqa gapinglar yo'qmi? Sen bu xatni bizning uylarimizga yubording-ku axir. Bu zamonda xat jo'natib balo bormi? Telefonlar bor-ku axir. Men sevgi xati bo'lsa kerak deb o'yladim. Yuchi, Nima? Buni hammasi qanaqadir g'alati. Biz bu yerda o'zi nima qilyapmiz? Yuchi orqangda. Oh, Qo'yib yubor. Mana qo'yib yubor. to'xtanglar. Nima qilyapsizlar o'zi? Mani do'stlarim. Ha, Yuchi-kun. Bu dunyoda eng muhimi pul. Yuchi. Bu dunyoda puldan ko'ra muhimroq narsalar ko'p. Bu sana do'stlaring. Yuchi, yaxshimisan? Savaragi?
Hoy, shoshmanglar. Biz qayerdamiz o'zi? Salom. Xayrli tong. Bu kim o'zi? Mana bakon. Uni animalarda ko'rgandim. U yoqimtoy ko'ringani bilan lekin o'g'irlik qiladi. Bolalarni boyligini. Menimcha o'zini tanishtirish shart emas. Kelinglar ishga o'tamiz. Hozir sizlar men bilan juda oddiy o'yin o'ynaysizlar. O'yinmi? Sizlar har bir o'ynagan o'yininglar uchun 2 million yen olasizlar. 2 millionmi? Bundan tashqari har bir o'yinda bonus imkoniyati bor. O'shanda qarzingizni bemalol qoplay olasizlar. 20 million yenni. Nima, hazillashyapsanmi? Bizda 20 million qayerda? Hoy, hazillashyapsanmi? Biz buncha qarzni qayerdan oldik? Nima? Hech nimani eslolmaysanmi, Kataragi-kun? Bu qarz boshqa birovga tegishli. Maraz, nima deyapsan? To'xta, Yuji. Kechiringlar. Hoy. Demak, bizning oramizdan kimningdir 20 million qarzi bor va biz o'yinda g'alaba qozonsak, undan voz kechasizlarmi? Ha, tushunib yetibsiz. Ha, tushundim. Ammo endi sizlar qutula olmaysizlar, chunki odam o'g'irlash oddiy jinoyat emas. Sizlar aybdorsizlar. To'g'rimi? Oha. Bizning ota-onalarimiz yaqinda kelishadi. Ahmoqlar. O'zlaring o'ynashni xohlagansizlar-yu. Kirish to'lovini allaqachon oldim. 20 million yen qarzdan 10%ni. 2 million yen. 2 million yen maktab sayohati uchun yig'ilgan pulmi? Demak, bizning oramizda o'g'ri bormi? Agar biz o'ynamasak nima bo'ladi? Sizlarni qo'yib yuboraman. Yana qaytaraman 2 million kirish to'lovi. Va kimda 20 million yen bo'lsa, qarzni bemalol yolg'iz to'lay oladi. Agar hammangiz o'ynasangiz, qarzni 4 ga bo'lamiz. Har bir kishiga 4 million yendan. Har biri 4 million yen. O'yin o'ynash orqali buni kamaytirishingiz mumkin. Agar yutqizsangiz, qarzingiz ko'paymaydi. Faqat boshqalarga ko'proq yuk tushadi xolos. Sizlarga 5 daqiqa vaqt beraman, yaxshilab o'ylab olinglar. New Dubbing Vanilla uchun maxsus. Hey, qarz haqida gaplashaylik. Vaziyatni hisobga olib, menimcha biz kimning qarzi borligini aniqlashimiz kerak. Ha? Ular bizni tuzoqqa yo'llantirish uchun shunday qilishganiga tasavvur qila olmayman. Ehtimol ular jiddiy muammoga duch kelishgan. Chiqish yo'lini topish kerak. Va yordam berish uchun bizni do'st deb hisoblashadi. Ha, shunaqa. Men ularga ko'p qarz berishim mumkin edi. Agar ular oramizda bo'lsa, Bizga tushuntirishi kerak-ku. axir biz do'stmiz. Nima, haqiqatdan ham do'stlar shuning uchun kerakmi? Siz shunday deb o'ylaysizmi, Yuji? Ha, shunaqa. Men Yuji-kun do'stlardan shubhalanyaptimi? Man shunchaki qarz nima uchun va kim olganligini bilishni xohlayman. Bilishni istamaysanmi? Agar ahmoqona sababdan bo'lsa, do'stlaringni tashlab keta olasanmi? Bu sen u uchun jon kuydirishingga arzirmi-kan, nima deysan? Yoki sen ko'proq do'stlaringdan ko'ra pulni yaxshi ko'rasanmi? Menimcha sabab shart emas, shunchaki pulni behuda sarflamaysan. Ne hammaga aytmaysan? Sen uchun eng muhimi nima, Yuji-kun? Men uchun nima muhim? Ha, bu nima? Bu pul. Bu do'stlar. Men uchun eng muhimi bu do'stlar. Men uchun do'stlar puldan muhimroqdir. Yo'q-e. Mayli, men sizlarga ko'rsataman. Ketdi birinchi o'yin xonasiga. Tomodachi o'yini. Xo'sh, o'tga kiringlar. Ey, bu qanaqa joy? Qanaqadir sinfxona. Devorlari shunchaki rasmmi? Bu qanaqa metal? Katta 10 yeng tanga. Hamma diqqat qilsin.
Birinchi ismlaringiz yozilgan taxtachani bu yerdan olinglar. Ularni taqishdan oldin orqasidagi raqamni ko'rib olinglar. Eng oddiy 4 millionmi? To'g'ri, bu sizlarning qarzlaring bo'ladi. Sizlar butun o'yin davomida bu qarzlarni o'zishlaring kerak. Lekin boshqa odamlar buni o'zishi mumkin emas. Agar o'yinda aldamoqchi bo'lsanglar, bu 2 barobar ko'payadi. 2 barobar? Shunday qilsa ko'payadi, to'g'rimi? Unda buni hech kimga ko'rsatmaslik kerak ekanda, ha? Ha, yana bir narsani aytib o'tsam. Demak, bu unchalik qattiq qoida emas. Xo'sh, unda birinchi topshiriqni boshlaylik. Sizlar Kokkorisanga qo'llaringizni qo'yasizlar va savolga javob berish uchun qo'llaringizni ko'tarasizlar. Savol: Yaponiyaning eng shimoliy prefekturasi Hokkaydo qayerda? Kokkorisan, sen bo'lsang hozir iltimos javob ber menga. O'sil javobda. Qo'yil. O, To'xtadimi? Dadam, to'ppa-to'g'ri javob. Agar bu to'g'ri javob bo'lsa, qarzlaringiz qoplanadi. Xuddi shundaymi? Ha. Agar 5 ta do'stlar bir xil javob bersa, Kokkorisan qo'lini ko'taradi. Xo'sh, endi yo'qtiruvchan uni yo'q tomonga surish uchun harakat qiling. Ha, agar bitta odam ham yo'q javobini tanlasa, javoblar qabul qilinmaydi. tushunarli. Boshqacha qilib aytganda, viktorinada hammamiz rozi bo'lishimiz kerak. Mana bu doskada hamma qoidalar tushuntirib o'tilgan. Qoidalarni buzish mumkin emas. O'qinglar. Agar har bir savolga noto'g'ri javob bersanglar, jarima olasizlar. Eng oxirida kimning qarzi ko'proq bo'lsa, hammani qarzini unga beramiz. Nimadir xursandmasizlar? Hozir sizlarga muhim bir maslahat beraman. Do'stlaringizdan hech qachon shubhalanmanglar. O'shanday bo'lsa, tomodachi o'yini tugaydi. Tushundinglarmi? Birinchi o'yin boshlandi. Kokkorisan o'yinni boshlaydi. Birinchi o'quvchi Shibi Makoto. Ha? To'xta. Bu qanaqa qarash? Nima? Yaponiyadagi eng baland tog' Fuji tog'imi? Nima? To'xta, bu oddiy savol-ku. Hoppa. Kokkorisan, iltimos bizga javobni ay. Biz bu o'yinni qanaqa dahshatli ekanini bilmasdik. Yo'q. Birinchi savol noto'g'ri. Bu ha javob edi. Ha javob to'g'ri. O'yin vaqtida har bir gapirilgan gap uchun hisob 2 baravarga oshiriladi. To'xta, bu o'zi nimani anglatadi? Buni noto'g'ri tushunishning boshqa yo'li yo'q. Yoki birorta noto'g'ri yo'lni tanladimi? Ikkinchi savol. Kitobxon Savaragi Shiho. Savol. Bir qo'shuv bir ikkiga tengmi? Qo'y, shoshma. Kokkorisan. Bu juda ham oddiy savol-ku. Ha, bo'ladi albatta. Yo'q, noto'g'ri javob. noto'g'ri. Yo'q, shoshma. Bizning oramizda xoin bor. To'g'ri, yaqinda bizda muammolar bo'lgandi. Hoy Shibe, yuzingga nima qildi? Men Shihoni o'pish bilan ajablantirmoqchi bo'ldim. Oh, ahmoq, rosa uni o'pdingmi? U mendan oldin urdi. Tenji, men uchun Shiho bilan gaplar. Shunday qilib biz u o'yinni Mutlaqo tugatamiz. yo'q. Yuchi, iltimos qilaman, biz do'st emasmizmi? Ha, yo'q. Men endi Shebiga nima bo'lishi qiziq emas. Ha, yaxshi. Lekin boshqa narsadan xafa bo'ldim. A, nima? Sen va Shebi juda ham g'alatisizlar. A, menmi? Men nima qildim? Ha, yaxshi, nima bo'lsa ham mayli, meni kechir. Aha. Buni evaziga qolgan 3 ta do'stingni bor sirini menga aytib berishing kerak. Nimani bilishni xohlaysan? Faqat men haqimda yomon qiz deb o'ylamagan.
Yaxshi, yaxshi. Faqat buni boshqalarga aytma, ayniqsa Shibaga. 3-chi savol o'quvchi Mikasa Tenjiga. Savol inglizcha nihon Yaponiya so'zimi? Kokkurisan, buzaga javobni ayt. Yana xato. Yana xato. Shoshma, 20 million qarzga kim bizni tiqib qo'ydi? Bu holatga tushishimizga nima sabab bo'ldi? Bu holatda ketaversa, men hammadan shubhalanib, yuragim qorayib ketadi axir. 4-chi savol o'quvchi Kataragi Yuchi. Bu yerda savollar yo'q-ku. Hech qanaqa savol yozilmagan-ku. Men nima o'zim o'ylashim kerakmi? Shoshma. Agar 10 yen tangani haga bursam, keyingi o'yinga o'tamiz yoki yo'qqa bursam, qarzim 2 baravarga kamayadimi? Oxirida kimni qarzlari ko'p bo'lsa, qolganlarini ham oladi. Ha, men tushundim. Bundan oldingi 3 ta savol ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ular xani o'rniga yo'qni tanlashdi. Haqiqiy sotqinlar, ifloslar. Ha, bu aniq shunday. Es guruhdagi bu yigitni yuziga qaraylar. U endi do'stlaridan shubhalanyapti. U xani tanlay oladimikan? Menimcha bu qiyin bo'lsa kerak. Inson faqat qiyinchilikka dosh bera oladi. Boshqalar ham xuddi shunday chidayotganini ko'rganida. Menimcha u yolg'iz chiday olmasa kerak buni. Bu ha. Ammo men hali tanlaganimda to'g'ri o'yin tugaydi. 400 dan hammamizdan kamayadi. Ammo ular 5 dan 1 qismidan ko'ra ko'proq, ya'ni hisobini yarmiga kamaytirib bo'lishgan. Men qolgan qarzlarni olishimga to'g'ri keladi. Marazlar. Voy, o'ylashni qarang. Nimalarni o'ylayotgan ekan, menga qiziq. Nimani o'ylayotganini bilsa yaxshi bo'lardi. Hech bir jamoa Kokkurisanni mag'lub eta olmagan 5-savolga kelganda. Men ham yo'qni tanlashim kerak. Yaxshimisan, Kokorogi? Ha, yaxshiman. Mana shunchaki biroz dugonalarim hazillashdi. Ha, uzr, Kokorogi. Nega? Qolgan uchalasi buni eplay olishadi. Hozir bizga dalda beruvchi biror nima kerak. Yo'q. Menimcha shu yetadi, Yo'chi. Nima? Meni haqiqiy do'stim Yo'chi faqat sen deb bilaman. Menga qolgan uchtasi ham juda yoqadi, lekin ulardan xuddi uzoqroq o'zimni his qilaman. E'tibor berganmisan, Yo'chi? Faqatgina sen meni Kokorogi deb chaqirasan, bilasanmi? Buni sababi sen yagonasan, menga yaqini, bilsang agar. Savol. Bir haftada 7 kun bormi? Men hozir kim haqida o'ylashim kerak? Nima? Ko'rinib turibdi, u boshqalardan farq qiladi. Bo'lmaydi. Endi u g'alaba qozonadimi? Mana hozir eng ko'p o'ylaydigan narsam bu Kokorogi. Qiz do'stim bo'lish kerak. Kokkurisan, iltimos menga javobni ayt. Kokorogi uchun, mana do'stlarim uchun xani tanlashim kerak, albatta. Yo'q. Nima? Qanaqasiga? Kimdir barcha qarzlarni undan undirishga harakat qilmoqda. Nimaga? Nima uchun? Shoshmang. Agar 5-savol ham shunaqa bo'lsa, qarzlar bir xil bo'ladi. Ammo 5-savol boshqacha bo'lsa-chi? U buni tushundimi deyman? Menimcha shunaqa. 5-savolda aytilmagan qarzni kamaytirish haqida hech nima. Bu shunchaki ha yoki yo'q degan savol. Ammo hozirgi holatga qaraganda ular menimcha ko'proq o'qishga to'g'ri keladimi deyman. Yaxshi, oxirgi savol. Agar bunga to'g'ri javob bermasanglar, o'yin tugaydi. Beshinchi savol. O'quvchi Kokorogi Yotaro. Savol.
Biz doim do'st bo'lib qolamiz ammo. Agar bu birinchi savol bo'lganida, hamma o'ylagan bo'lardi javob ha deb. Ammo bu suratda ularni hammasi to'g'ridan-to'g'ri do'zaxga tushib qolgandek. Yo'q, javobini tanlaysizlarmi? Xohlaysizlar, ha javobini tanlaylar. yo'q deyishiga ishonaman. Hamma yoki yo'q. Menimcha sizlar hali beri yo'qni tanlasanglar kerak. Xo'sh, hamma birgalikda ha yoki yo'q. Qani bo'linglar. Oxirgi savolni ham yo'q deb tanlasanglar, ajoyib bo'ladi. Boshlarda. Ajoyib. Es guruhi ham endi mag'lub bo'lishdi. Bir soniyaga shoshilmanglar. Oxirgi javobni aytishdan oldin. Faqat savol vaqtida gapiring. Bilasizlarmi, bugun Safar aka qanaqa rangdagi ish kiyim kiyganini? Anilayim va Nevdo Bing uchun maxsus ovoz berildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi qism albatta bo'ladi. Hammaga xayr. Ha, albatta. Keyingi qism bundan-da zo'r bo'ladi. New Dubbing va Anilayim kanallariga a'zo bo'linglar. How